Xudoyim, Ramazon oyi qanchalar yaxshi-ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qizalog'im. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom qizalog'im, tuzaymisan? Ha, yaxshi. Nonni olib qo'y qizim. Dadajon, bugun ichmadingizmi? Ramazon oyida ichmayman qizim. Voy boshqa. Birorta tirijon bormi? Qizim? Qizim? Assalomu alaykum dada. Ha. Qani onang? Nima meni onang kutib olmadi? Dadajon, iltimos onajonim urushmang, oshxonada band bo'lib qoluvdi. Boshim og'riyapti. Nima kerak dadajon sizga? Tezda joyimni tayyorla qizim. Xo'p bo'ladi. Ha, endi tushing oyijon. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, deymisan? Yaxshimisiz? Ha, bugun bir ko'rishaylik dedim, zerikib ketdi odam. Siz joydami? Ramazonda ko'rishadimi? Yo'q. Bir oydan keyin telefon qilasiz, Ramazondan keyin. Ungacha bezovta qilmang. Bir oydan keyin telefon qilasiz, Ramazondan keyin. Ungacha bezovta qilmang. Deb bilasan. Hozirlanamiz. Sağ yaxshimi? Charchamang. Tegimi? Ketdik. Bugun ham oyim bizni tashlab ketdilar-a. Ha, Xudoga shukr. Endi oyijonim bizni kechalari tashlab ketmas ekan. Assalomu alaykum tog'a. Va alaykum assalom. Ke qizim, go'sht beraymi? Ha, 1 kilo bering tog'a. Bo'ldi 1 kilo. Pulingizni. Mana. Ha, bitta 120 ming so'm ekan. Mana, 20 ming so'm. Ramazon bo'lganligi uchun 100 ming so'm qilib qo'ydik-a, uydagilarga aytib qo'ygin-a qizim. Mana 120 ming so'm go'sht. Xo'p. Tog'a beravering, hozir meni pulim mashq xolasingizda. Go'shting mana. Rahmat tog'a. Ey Xudoyim, Ramazon oyi qanchalar yaxshi-ya. Ramazon oyida hamma yaxshi bo'lib qolyapti. Dadam, oyim, qassobam aka, yo Allohim, qaniydi? Ramazon oyi bir oy emas, bir umr bo'lganda edi. Assalomu alaykum. Kozim aka, yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Isroil aka ham kelsini, bo'lmasam boshlaymiz. Bismillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Domla, kech qolmadingmi? Assalomu alaykum Isroil aka. Marhamat, o'tirib oling. Xo'p, endi boshlasak ham bo'laveradi. Xo'p, hurmatli ota-onalar. Sizlarni chaqirishimdan maqsad tunov kungi masala yuzasidan. O'tgan safar Kozim aka siz hammani oldida Isroil akani behurmat qilgansiz. Bundan tashqari farzandi Alisherni ham kasalvand degansiz. Axir bu odamgarchilikdanmi aka? Buni o'g'li kasalmand o'g'lining orqasidan meni o'g'lim bilim olishga qiynalyapti. Tunov kuni qo'ltiq tayog'i tushib, bolamni boshini yordi. O'zi otasi ham toza bas. Otasi ham Isroil, o'zing sal yig'ishtir bola. Menga qonun, konstitutsiyani gapirmagin, tushundingmi? Yig'ishtirib ol. Ko'chani o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Nima bola? Yetar bas, Kozim aka. Siz oyog'ingiz yerdan uzilibdi-ku. Siz aytayotgan mana shu Alisher aqlan sog'lom, maktabimizning eng ilg'or o'quvchilaridan aka. O'tgan olimpiadada matematika fanidan 1-o'rinda oldi. Aka, siz O'zbekistonda yashayotganligingizni unutib qo'yibsiz. O'zbekiston qanaqadir ko'cha qoidalariga emas, o'z konstitutsiyasiga tayanib ish ko'radigan davlat. Isroil akam to'g'ri aytganlar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 60-moddasida barcha fuqarolar qonunga rioya etishga, uni hurmat qilishga, undan tashqari insonlarning huquqlari, qadr-qimmati, sha'nini hurmat qilishga majbur ekanligi yozib qo'yilgan. Isroil aka, sizga rahmat. Siz kabi qonunni yaxshi biladigan, qonuniy savodxonligi yaxshi insonlar ko'payaversin. Sizga Kozim aka, mana bu
Konstitutsiya kitobi maktabimiz ma'muriyati tomonidan sovg'a. Rahmat. O'ylaymanki, buni o'qib chiqasiz. Sababi o'z qomusini hurmat qilgan, uni o'rgangan inson o'zining, qolaversa o'zgalarning hayotini oyoq osti qilmaydi. Bundan xulosa chiqarasiz degan umiddaman.